Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Elimizda ko'rsatuvning ixlosmandlari. Mana ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini ham tasvirga olish uchun yana Aqbura istirohat bog'iga qadam ranjida qilib keldik. Demak, bugun yakshanba kunligi bo'lganligi bois bu yerda O'sh viloyatining har yerlaridan kelgan yurtdoshlarimiz bor. Biz bilamiz, hatto ular yozishdi chunki ijtimoiy tarmoqlarda bizga. Ana endi ularni qay darajada tayyor ekanligi yoki tayyor emasligini hozir birgalikda bilib olamiz. Bugungi savollarimiz xudo xolisi juda ham foydali savollar. Aynan mana shu oldimizda kelayotgan hayit bayramiga yoki bo'lmasam haj amallari haqidagi savollarni tayyorlab kelganmiz. Qolaversa 5-qo'shimcha savolimiz ham bor. U savolga javob bergan ishtirokchilarga ham juda ham zo'r sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshlaylik. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Mana ko'rsatuvimizni boshladik. Endi yo'l-yo'lakay dam olayotgan yurtdoshlarimizni birin-ketin savolga tutamiz. Ulardan biri: "Assalomu alaykum." Assalomu alaykum. Salomatchilaringiz yaxshimi? Alhamdulillah, yaxshimiz aka. Inshaalloh. Rahmat. Demak, elimizda ko'rsatuv to'rtta savolimiz bor. Javob bersangiz savollarimiz bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Boshladik. Bismillah. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Haj amali bizga qaysi payg'ambardan meros? Ibrohim alayhissalom. İbrahim Aleyhisselam'dan. İbrahim alayhissalomdan. Javobni qabul qilamiz. Maşallah, to'g'ri javob berdingiz. İbrahim Aleyhisselam'dan meros bo'lgan, chunki İbrahim Aleyhisselam davrida İsmoil Aleyhisselam bilan birga haj, ya'ni Ka'ba qurilgan. Demak, qabul qilamiz va to'g'ri javob. İbrahim Aleyhisselam'dan. Undan meros qolgan bizga. Muhammed sallallohu aleyhi ve sellem. İyi mi? İbrahim Aleyhisselam'dan. To'g'ri. Hajama? Haj amali, ya'ni Haj amalmi? İyi ketasida birinchi harfi. İbrahim. Ibrohim alayhissalom. Ha, İbrahim Aleyhisselam. To'g'ri javob. Haj amali bu İbrahim Aleyhisselam. Maşallah. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Maşallah, to'g'ri javob. Qaysi payg'ambardan meros haj amali? İbrahim Aleyhisselam. Qanaqa? İbrahim Aleyhisselam. Demak, qabul qilamiz. Maşallah, to'g'ri javob. İbrahim Aleyhisselam. Demak, kimdan ekan? İbrahim. Ibrohim alayhissalomdan, qabul qilamiz. To'g'ri javob. Qizg'in bir tarzda ketyapti. Bu orada mana shu qizib ketgan joylariga mana fusti choylarini iste'mol qilinglar. Juda ham yaxshi, ziyoni yo'q inshaalloh. İbrahim Aleyhisselam'dan. Demak, javobni qabul qilamiz. Maşallah, to'g'ri javob. İbrahim Aleyhisselam'dan. Haj amali bizga İbrahim Aleyhisselam'dan meros. Javob qabul va maşallah birinchi savolga to'g'ri javob. Haj amali bizga qaysi payg'ambardan meros? İbrahim sallallohu alayhi vasallam. Kim? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. İbrahim Aleyhisselam. Demak, bu javobni qabul qilamiz va to'g'ri javob. İbrahim Aleyhisselam. To'g'ri javob, maşallah. Ya İbrahim Aleyhisselam bo'lsa kerak, İbrahim. Demak, Ibrohim alayhissalom degan javob to'g'ri javob. Haj amalimi? Odam Aleyhisselam davrida bo'lmagan, ha? İbrahim Aleyhisselam. To'g'ri? İbrahim Aleyhisselam. Javobni qabul qilamiz va bu javob to'g'ri javob. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Aleyhisselam'dan meros. İbrahim alayhissalom. Maşallah. Haj amali bizga qaysi payg'ambardan meros? Ibrohim alayhissalom. Javob qabul va maşallah birinchi savolga to'g'ri javob oldik. İbrahim Aleyhisselam'dan. İbrahim Allah. İbrahim Halil Aleyhisselam'dan. Demak, qabul qilamiz va to'g'ri. Haj amali hijriy qaysi oyda amalga oshiriladi? Savollar juda qiynab qo'yapti endi. Hijriy 8-yili valloh alam. Yo'q, qaysi oyda? Yo'q. Rahmat ishtirok etganingiz uchun. Rahmat. Hozir tilim ichida aytaman. Yo'qmi? Ishtirok etganingizga rahmat. Lekin harakat qilganingiz uchun, demak, shu Aqbura bog'ini ma'muriyati tomonidan mana shu ikkita kartani sizga sovg'a qilamiz. Oling uka. Birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz, ikkinchisiga qilib qoldingiz, harakat qildingiz. Yana ko'rishguncha unaqada. Zulhijja oyi bo'lsa kerakmi? Demak, haj amali qaysi nimada ochiladi aka? Qaysi oyda? Zulhijja oyida Zulhijja oyida. Zulhijja. Haj amali hijriy Zulqada, Zulhijja va Zulhijja oyida. Zulhijja oyida. Zulhijja. Zulhijja oyida. Qabul qilamiz, maşallah, to'g'ri javob. Mayli, ishtirok etganingizga rahmat. Demak, haj amali hijriy qaysi oyda amalga oshiriladi? Zulhijja oyidan. 8-hijriy yilida. Yo'q, yili kerak emas, shu oyda atib keling. Zulhijja oyi. Zulhijja oyi. Demak, qabul qilamiz, maşallah, Zulhijja oyi to'g'ri javob. Ha, bu rost hozir aytib beraman, tilim uchib turibdi.
Uchini aytib qo'ying aka. Demak, hozir topaman aka. Zulhijja oyini. Zulhijja oyida. Qabul qilamiz. To'g'ri javob. Zulhijja oyi. Zulhijja oyi. Nima dedingiz? Zulhijja oyida emasmi? Mashalloh, mana to'g'ri javob berdi. Zulhijja oyi, yaxshi. Kelmayapti menga. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham ishtirok etganinglar uchun rahmat. To'g'riroq bitta savolga to'g'ri javob berishdi. Nima bo'lgan taqdirda ham mana Akbura dam olish maskani tarafidan sizlarga shu kartalar sovg'a. Zulhijja, ha. Zulhijja oyida amalga oshirilgan. Hijriy Ramazon, Sha'bon. Nima? Yaxshiroq. Zulhijja. 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 Ha, Demak, Zulhijja oyi degan javob to'g'ri javob. Zulhijja. Hijriy Zulhijja oyida. Demak, Zulhijja oyini nechinchi kunida Qurbon hayit bayrami bo'ladi? 10-kuni. 10-chi? To'g'ri. Zulhijja oyida. Zulhijja oyi. Juda ham yaxshi. Demak, qurbonlik qilish qanday amal va kimlar qurbonlik qilishi kerak? Qodir bo'lganlarga vojib amal va uni qilish shart bo'lgan amal. Demak, vojib amal. Vojib amal. Qodir bo'lganlar Qodir bo'lgan qilish kerak. Qurbonlik qilishga nimasi imkoniyati bo'lgan odamlar. qurbi yetganlar, qo'liga borlar. Shunaqa insonlarga bu vojib amal. Qilmasa gunohga bo'ladi, qilsa savob bo'ladi. Qo'lim ketaveraymi? Qurbonlik topolmadim. Bilmadingizmi? Men mokarda mana mokardalarga chiroyli o'ynab qo'yasiz endi bu Akbura dam olish maskanidan, ha? Xo'p, rahmat. Qurbonlikda vojib amal qiladi, vojib amal. Keyin qo'lda bor odamlar, insonlar qiladi. Qo'lida bor odamlar, ya'ni qurbi yetgan odamlar qiladi, ha? Mashalloh. Qurbonlik qilishlik bizga payg'ambarimiz Ibrohim alayhisalomdan bizga sunnat bo'lib qolgan. Agar qurbi yetgan odamga buni qilishlik vojib bo'ladi. Ha, vojib. Nima demak qo'lida borlarsin bizga? Iloji bor. Qo'lida bor odam qilish kerak buni. Qo'lida bor odamlar uchun bu qanaqa amal? Vojib amal. Qurbi yetgan odam bunga vojib amal bo'ladi. Vojib amal bo'ladi. Insonlar. Vojib amal. Kimlar qiladi qurbonlikni? Bu musulmonlarning ham hammasi qurbonlik qila olmaydi-da. Demak, kimlar qurbonlik qiladi? Qodirlar. Qodir bo'lgan odamlar qiladi, sunnat amal. Vojib amal. Demak, javob qabul va bu javob to'g'ri javob, mashalloh. To'g'ri. Qurbonlik qilish hali qurbi yetganlar qiladi, to'g'rimi? Kambag'allarga vojib qilinmaganda, to'g'rimi? Qurbonlik qilish qurbi yetgan insonlar qiladi va ular uchun bu vojib amal. Qurbi yetganlar qurbonlik qiladi, vojib amal. Musulmon odamlar qurbonlik qiladi, qodir odam. Qurbonlikka qodir odam. Qodir odam. Qodir qurbonlik qiladi va ular uchun bu qanday amal hisoblanadi? Bu avval farz amal hisoblanadi. Vojib amal. Vojib amal qiladi. Qo'lida borlar, ya'ni imkoniyati bor odam qurbonlik qilishi kerak. Bu vojib. Demak, 3-savolga ham to'g'ri javob berdinglar. Qurbonlik qilish qo'lida borlarga farz vojib amal. Qo'lida borlarga. Javobni qabul qilamiz, mana shu to'g'ri javob. Qurbonlik qilish qanday amal va kimlar qurbonlik qilishi? Qurbonlikni qodirlar. Demak, qanaqa ekan? Vojib amal ekan. Demak, do'stlar, mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, bugun o'yinimizda, ya'ni savol javobimizda ishtirok etayotgan ishtirokchilarning soni juda ham ko'p bo'lib ketdi. Endi shunday bo'lsa ham mana shu turishda o'zida ham mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz avvallari kameradan qochsa, endi esa men qatnashaman deb kelishyapti. Bu juda ham yaxshi albatta. Bilganlarga takror bo'ladi, bilmaganlar esa o'rganib oladi degan umiddamiz. Davom etadi ko'rsatuvimiz. Andalusiya degan katta musulmonlar davlati bo'lgan. U davlat ayni paytda qaysi davlatda joylashgan? Fransiya. Yaxshi o'ylading. Andalusiya? Lekin Fransiyada emas. Ya, Ispaniya. Ha? Ispaniya. Mashalloh, Ispaniyada to'g'ri javob. Bormi? Bormi? Ishtirok etganingizga rahmat. To'xtang, ketib qolmang. Yo'qmi? Yo'q. Muhammadali katta ishtirok etganingizga katta rahmat. Ispanyaniki. Bo'lishi mumkin, bilmayman. Nimaga asoslanib Ispaniya deyapsiz? Chunki Ispaniyani musulmonlar egallagani bir mahallar. Ularning u yerlarni fath qilgan.
shuning uchun. Demak, savol qabul qilib ko'raylikmi? Bolalar Ispaniya degan javobni qabul qilib ko'ramiz. Ham bo'lmasam, demak, Ispaniya bu to'g'ri javob. Ispaniya. Demak, Ispaniyada degan javob to'g'ri javob. Ispaniyada. Ispaniyada emasmi? Ispaniya. Nimaga Ispaniya deyapsiz? Burun musulmonlar davlati bo'lgan Ispaniya. Ispaniyada Andalusiya, Ispaniya mamlakatida joylashgan. Lekin hozir u yo'q. Lekin shu hozirgi kunda Ispaniyada. Demak, asl mamlakat Ispaniya. Javob qabul qilamiz va bu to'g'ri javob. Hozirgi kunda ham Ispaniyada Andalusiya degan joy bor. Ispaniya. Ispaniyada. 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 Zo'r. 4 ta savolga to'g'ri javob. Ispaniyami? Ispaniya. Ispaniyada. Ispaniya. Ispaniyada. Ispaniya, Portugaliya o'rinlar. Mashalloh, to'ppa-to'g'ri. Ispaniyada. Javob qabul qilamiz, mashalloh, to'g'ri javob. Ispaniya. Javob qabul qilamiz, to'g'ri javob. Qaysi mamlakat ekan shu? Ispaniya. Ispaniya. Demak, Ispaniyada degan javobni qabul qilamiz, mashalloh, o'yinimiz g'olibasi bo'lsin. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Demak, mana birinchi ishtirokchimiz bugungi, ya'ni g'olib bo'lgan ishtirokchilar sonida birinchisi o'yinimiz g'olibiga aylandi va homiymiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblarni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Bundan tashqari yana qo'shimcha homiymiz Aqbura dam olish maskanini ma'muriyat tomonidan ushbu kartalar ham sizga mana sovg'a qatori olib beriladi. Bor bo'lsin. Endi bugun ko'rsatuvimizda qo'shimcha savolimiz bor. Ya'ni 5-savol. 5-savolimizga ham shu Aqbura dam olish maskani homiylik qilyapti. Agar shu savolga ham to'liq javob bersangiz, yana bitta yaxshi sovg'amiz bor. Demak, 5-qo'shimcha savolimiz quyidagicha: Ummahatul mu'minin, ya'ni mu'minlarning onalari. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam ayollarning hammasini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Hadicha onamiz birinchisi, ikkinchisi Oysha onamiz, to'rtinchisi Maymuna onamiz, uchinchisi ikkita aytdingiz, endi uchinchisi Maymuna onamiz, to'g'ri. Maymuna onamiz, to'rtinchisi Zaynab bin Jasht, beshinchisi bilar edim. Qaysi? Ummu Salama. Aniq kelmayapti, lekin esimdagi aniq kelmayapti. Rahmat katta ishtirokchiz uchun. O'zim o'yinimiz g'olib bo'ldi. Rahmat katta ishtirokchiz. Demak, mana jaxchi ishtirokchimiz 3 ta savolga javob berdi. Mana shu kitobni sizga beramiz. Garchi o'yinimiz g'olib bo'lmaganimizdan shu dam olish maskani tarafidan mana shu kartalar ham sizga yaxshi chiroyli o'ynab dam olib ketinglar. Rahmat ishtirokchilar. Demak, mana Muhammad Ali jajji ishtirokchimiz 3 ta savolimizga to'g'ri javob berdi. Oxirgi savol biroz qiyinlik qildi bu yoqqa. Mana shu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Qolaversa, mana shu dam olish maskani tarafidan ham shu kartalar sizga sovg'a. Rahmat ishtirokingizga. Demak, ishtirokchilarimiz mana savollarimiz barchasiga to'g'ri javob berib o'yinimiz g'olibi bo'lishdi. Albatta, g'olib bo'lganinglar bilan sizlarni tabriklaymiz. Homiymiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblar sizlarga esdalik sovg'a. Undan tashqari mana Aqbura dam olish maskani ma'muriyat tomonidan ham mana shu kartalar sizlarga hadiya. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz savollarimiz hammasiga to'g'ri javob berib, homiymiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblarni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Qatnashganingizga rahmat. Bu kartalar esa Aqbura dam olish maskanini ma'muriyat tomonidan sizlarga sovg'a. Rahmat. Ishtirok etganingizga rahmat. Xo'p. 5-qo'shimcha savolimiz Ummahatul mu'minin, ya'ni musulmonlarning onalari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini sanab berishingiz kerak bo'ladi. Ayollari 13 ta bo'lgan. 11 ta bo'lgan, keyin 11 ta sanab berishingiz bo'ladi. Voy, atlari nima? Haticha onamiz, Oysha onamiz, keyin Maymuna, yana haligi Fatima onamiz, Ummu Gulsum qizi. Qizi, ha. Kelmaydi-da mashlaqada. Bo'lmasa yaqin del o'qigan. Nima qilyapti? Yozgan edim yaqinda. Demak, hozir faqat 3 tasini esla oladiga. Ha. Qolganini eslamadingmi? Ha, ishtirok etganingizga rahmat. Biz boraylik endi. Bismillahirrohmanirrohim. Navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimiz barchasiga to'g'ri javob berib, homiymiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblarni esdalik sovg'a tariqasida sizga beramiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Juda ham yaxshi javob berdingiz. Mana shu kartalar esa mana shu dam olish maskani, ya'ni Aqbura dam olish maskanining ma'muriyat tomonidan sizga sovg'a.
Endi bugun qo'shimcha 5-savolimiz bor. 5-savolimizga to'liq javob bersangiz, inshaalloh yana bitta sovg'amiz bor. Kattaroq. Demak, bu savol quyidagicha. Ummahatul mu'minin, ya'ni mo'minlarning onalarini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarini sanab bering, hammasini. Hadicha onamiz, Oysha onamiz, Safiya onamiz, Ummu Salama onamiz, Zaynab onamiz, Hafsa onamiz, 6, Safiya onamiz, aytdimmi? Ummu Habiba onamiz, Maymuna onamiz, 8. Yana yana Ummu Zaynab onamiz. Yana Qiz bo'ldi. 9 bo'ldi. Ikkita. Kim qoldi? Ummu Huzayfamidi? Ayting. Ikkita qoldi. Hammasini aytib o'tdim shekilli. Bitta qoldi. Ikkita qoldi. Savdo onamiz, Ummu Habiba onamiz. Yo'q, uni sen aytgan. Juvayriya onamiz. Juvayriya bo'lsa, demak 11 ta hammasini sanab berdi. Ishtirokchimiz 5-qo'shimcha savolimizga ham to'g'ri javob berib, Akbura dam olish maskani tomonidan tayyorlab qo'yilgan sovg'ani ham qo'lga kiritdilar. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Qatnashganingizga rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz o'zingiz ko'rganingizdek savollarimiz barchasiga to'g'ri javob berdi. Bir amallab o'yinimiz g'olibi bo'ldi va homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblarni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Qolaversa, Akbura dam olish maskani tomonidan ham ushbu kartalar sizga hadya qilib sovg'a qatori beriladi. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berishdi. Mana shu kitoblar homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan sizlarga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilminglar ziyoda bo'lsin. Va bu kartalar esa mana shu Akbura dam olish maskanini ma'muriyat tomonidan sizlarga sovg'a. 5-qo'shimcha savolga qatnashasizlarmi, qatnashmaysizlarmi? 5-qo'shimcha savolimiz quyidagicha. Ummahatul mu'minin, ya'ni mo'minlarning onalarini, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarini sanab bering. Hadicha bint Xuvaylid, Savdo bint Zamma, Oysha bint Abubakr, Hafsa bint Umar ibn Xattob, Zaynab bint Jahsh, Zaynab bint Xuzayma, Ummu Habiba Ramla bint Abu Sufyon, Ummu Salama bint Abu Umayya, Maymuna bint Zayd. Yana? Yana Safiya bint Huyay ibn Axtob. Yana bitta qoldi? Yana? Yoki men bilmay qoldim. Yo, bitta qoldi. Aytmangiz aniq. J bilan boshlanadi. Juvayriya bint Faris. Mashalloh, zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana 5-qo'shimcha savolimizga ham to'g'ri javob berib, Akbura dam olish maskanini ma'muriyat tomonidan ushbu kitobni yutib oldinglar. Ya'ni esdalik sovg'a tariqasida sizlarga beramiz. Juda ham yaxshi javob berganinglar uchun sizlarga minnatdormiz. Rahmat. Demak, mana bu ishtirokchilarimiz ham savollarimiz hammasiga to'g'ri javob berishdi. Juda ham xursandmiz albatta. Mana homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan sizlarga shu kitoblar sovg'a. Endi esa mana shu kartalarni ham qabul qilib qo'yasizlar. Bu kartalarni mana Akbura dam olish maskani ma'muriyat tomonidan sizlarga. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz ham jajji bo'lishiga qaramasdan savollarimizni barchasiga to'g'ri javob berishib, o'yinimiz g'olibi bo'lishdi. Homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblarni sizlarga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Hammanglarga yetadi degan umiddaman inshaalloh. Hamda mana shu kartalar shu Akbura dam olish maskanidan sizlarga esdalik sovg'a tariqasida, to'g'rirog'ini aytganda, bugun o'ynab orasizlar bu kartalarni. Mana, bular sizlarga hadya. Ishtirok etganlarga katta rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldi. Homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitoblarni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Muborak bo'lsin. Hamda shu Akbura dam olish maskani tomonidan ushbu kartalarni ham sizga sovg'a qilamiz. Ishtirok etganingiz uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Endi qo'shimcha 5-savolimiz bor. Agar ishtirok etish niyatida bo'lsangiz, ishtirok etasizmi 5-savolga ham? Demak, qo'shimcha savolimiz Ummahatul mu'minin, ya'ni mo'minlarning onalari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarini sanab berishingiz kerak bo'ladi. 11 ta ayol bo'lgan. Hadicha, Oysha, Savdo, Hafsa, Ummu Salama, Ummu Habiba, 2 ta Zaynab, Mariya, Safiya, Maymuna. Bitta qoldi. J harfi bilan boshlanadi. Juvayriya. Mashalloh. Xo'p, hammasini, yaxshi. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizni barchasiga to'g'ri javob berdi. Sovg'alarni oldi. Qo'shimcha savolga ham to'g'ri javob berib, homiyimiz Akbura dam olish maskani tomonidan ushbu kitobni ham qo'lga kiritdi. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Ishtirokingiz uchun rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldi va mana shu kitobni homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan qabul qilib olasiz. Endi mana shu kartalar esa shu Akbura dam olish maskani tomonidan sizga esdalik sovg'a.
Demak, hozir mana o'yinimizning asosiy 4 ta savoliga javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldingiz. Qo'shimcha 5-savol ham tayyorlaganmiz bugungi kunga. Agar ishtirok etsangiz, qo'shimcha 5-savolni ham beraylik. Ishtirok etaman albatta. Yaxshi. 5-qo'shimcha savolimiz quyidagicha. Ummahatul mu'minin, ya'ni mu'minlarning onalarini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarini sanab bering. Payg'ambarimizning 11 ta ayoli bo'lgan. Ulardan ikkita qulni nikohlab olgan. Oysha onamiz, Xadija onamiz, Zaynab onamiz, ikkita Zaynab degan ayollari bo'lgan. 4 ta bo'ldi hozir. 4 ta. Hafsa onamiz, Ummu Ayma onamiz, qolgan 6 tasini eslolmayapman. Qolganlarini eslamayapsiz. To'xtatamizmi shu yerda? Ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz ham savollarimizga to'g'ri javob berishdi. O'yinimiz g'olibi bo'lganinglar bilan tabriklaymiz. Albatta ishtirok etganinglar uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ilmiylar ziyoda bo'lsin. Mana shu kitobni homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan esdalik sovg'a tariqasida qabul qilib olasizlar. Hamda mana shu kartalarni shu Aqbura dam olish maskanini Albatta, ishlarga omad tarafidan. Alloh rozi bo'lsin. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi. Juda ham yaxshi, juda ham xursandmiz. Mana shu kitobni sizga homiylarimiz tomonidan esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Qolaversa, mana shu kartalar ham shu Aqbura dam olish maskanini ma'muriyat tarafidan sizga sovg'a. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldi. Mana shu homiylarimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitob sizga esdalik sovg'a. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Qolaversa, shu kartalar Aqbura dam olish maskani ma'muriyat tarafidan sizlarga sovg'a. Ishtirok etganinglarga rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz savollarimiz hammasiga to'g'ri javob berdi. O'yinimiz g'olibasi bo'ldingiz. Mana shu kitobni sizga homiylarimiz Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Mana navbatdagi yana sovg'amiz bor. Shu Aqbura dam olish maskani ma'muriyat tarafidan ushbu kartalar ham sizlarga sovg'a. Rahmat. Rahmat. Qolsa duo qilib qo'ying. Mana shu katta odam duo qilish bo'lsa. Bor Xudo shu o'g'illarning umrlariga, rizqlariga baraka xayr berin, iymonlarini ziyoda qiling, umriga, rizqlariga baraka xayr bersin, ilmlarlar ziyoda bo'lsin. Bundan da yaxshi ishlarni ishlab, omad ori berib, martabalarda ulug' qilsin Allohim. Yurtimizda tinchlik bo'lsin. Rahmat bo'lsin. Bo'pti. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Demak, Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana bugun ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha ishtirokchilarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rsatuvni tayyorlashda yordam bergan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga ham albatta rahmat deymiz. Qolaversa, bizga homiylik qilib kelayotgan Imzo Akfa kompaniyasining yetakchilari hamda hozirgi kunda qo'shimcha, ya'ni ikkinchi homiyimiz Aqbura dam olish maskanini yetakchilariga ham minnatdorchiligimizni yetkazib qo'ymoqchimiz. Bugun ko'rsatuvimizda 4 ta savol bilan murojaat qildik. Savollar quyidagicha edi. Demak, birinchi savolimiz haj amali bizga qaysi payg'ambardan meros dedik? Uning javobi Ibrohim alayhissalom edi. Ikkinchi savol, haj amali hijriy qaysi oyda amalga oshiriladi dedik. Bu savolning javobi Zulhijja oyi edi. Uchinchi savolimiz qurbonlik qilish qanday amal va kimlar qurbonlik qilishi kerak degan savol bo'ldi. Bu savolning javobi qurbonlik qurbi yetgan insonlar, ya'ni qo'lida bor insonlarga vojib amal hisoblanadi. Mana shu javob to'g'ri javob edi. 4-savolimiz Andalusiya degan musulmonlar davlati bo'lgan, u davlat ayni paytda qaysi davlatlarda? Ya'ni ko'p ishtirokchilarimiz Ispaniya dedi. Bu javobni to'g'ri deb qabul qildik. Yana ham to'g'riroq bo'lganda Ispaniya hamda Portugaliya. Hozirgi zamondagi, ya'ni hozirgi kundagi Ispaniya hamda Portugaliya mamlakatlarining o'rtasidagi davlat bo'lgan Andalusiya davlati. Demak, jami 4 ta savolga javob bergan ishtirokchilar hammalari sovg'alarini olishdi. O'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz siz uchun ham foydali bo'ldi. Bilmaganlar ko'p narsani bilib o'rganib oldi deb umid qilamiz. Azizlar, keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.